Assalomu alaykum ustozlar hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Tak, menimcha mani ovozim yaxshi eshitilyapti. Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, bugun sizlar bilan top mingta masalani birinchi darsini boshlaymiz. 1dan 32gacha bo'lgan savollar. Mm, Bir boshdan ko'rib ketamiz ustozlar, xudo xolasa. Asosiy ideologiya nima masalada, nimani men sizlarga yetkazmoqchi bo'lganman, hammasini xudo xolasa bir boshdan tushuntirib boraman. Demak, birinchi masalasidan boshlaymiz, tartib bilan ketamiz. Ichida yopiq test savollari ham bor, chunki bulari ABCD kalitlari yo'q, shuning uchun men yopiq test qilib oldim. Va keyinchalik testga kelgan paytda ham ideologiyani tushunib olsangizlar, yechishlaringiz qiyin bo'lmaydi. Xo'p, birinchi masala endi bizda zanjirli kasr A plus 1 taqsim B plus 1 taqsim C 23 taqsim 4 bo'lsa, ABC ko'paytmani qiymatini hisoblang. Mana shuni zanjirli kasr qilib yozishni o'rgataman ustozlar. Mana shu любой kasr kelgan paytda mana shuni zanjirli kasr qilib yozishni o'rgataman. 23 taqsim 4 kelgan hozir menda. 23 taqsim 4. Bu menda nimaga teng? 5 butun 4 dan 3. Ya'ni buni ham men yozaman. 5 plus 3 taqsim 4. Endi buni qaranglar. 5 plus suratda menda 1 turganligi uchun ustozlar 1 taqsim qilaman, 4 taqsim 3 bo'lib qoladi. И все. 5 plus 1 taqsim nima? 4 plus 4 taqsim 3 degani 1 butun 3 dan 1, ya'ni 1 plus 1 taqsim 3. Mana bu A ni qiymati, mana bu B ni qiymati, mana bu C ni qiymati. Tushuntirib bera oldimmi? Ya'ni alohida qilib o'tirishlaringiz shart emas. Bunaqa misollarda sirazi yozib ketsangizlar bo'ladi. Shunda A ko'paygan, B ko'paygan, C ni qiymati menda 15 degan javob chiqadi. 15 degan javob bizada qaysi javobda bor? D javobda bor, xudo xolasa. Menimcha birinchi masala tushunarli bo'ldi. Birinchi masalani tushungan bo'lsangiz bitta plus qo'yamiz. Xudo xolasa sizlar bilan ikkinchi masalasiga o'tamiz. Zanjirli kasr hamma yechish biladi, bilaman. Lekin qanday qilib yoyamiz degan paytda mana shu usuldan tikkasiga foydalaninglar, o'rgatgan usulimni. Sirazi masala hal. Ana endi ikkinchi masalaga o'taman. Ustozlar, ifodaning qiymatini toping. Bu yoqda qanaqa sizlarga ma'lumot bermoqchi bo'lganman. Qaranglar, 4 kara 4 faktorial, 5 kara 5 faktorial, 6 kara 6 faktorial. Kimdir misol uchun 4 faktorialni suratdan umumiy ko'paytuvchi qilib olib chiqadi. Bu fikr ham to'g'ri. Men noto'g'ri deyman. Qaranglar. Shu usuldan boshlaylik. Birinchi usul. Umumiy ko'paytuvchi sifatida 4 faktorialni olib chiqadilar. Birinchisida 4 qoladi, ikkinchisida 5 kara 5 qoladi bu yoqda, uchinchisida 6 kara 5 kara 6 qoladi. Xo'p, yozaman. 4 plus 5 kara 5 25 plus 6 5 6 30 180. Taqsim mahrajdan ham 4 faktorial olib chiqadi. Bu yoqda 4 faktorial olib chiqqan payt 5 6 7 bo'ladi. Ya'ni 210 minus 1. Surat 4 faktorial kara 209. Mahrajimiz ham 4 faktorial kara 209. Javob 1 chiqadi. Bu bitta usul. Menimcha bu usul tushunarli bo'ldi. Ya'ni eng kichigini qavsdan tashqariga olib chiqib yechish. Endi yana bitta usul bor ustozlar. Ikkinchi usul undan ham chiroyli usul, xudo xolasa qaranglar. Ikkinchi usulda nima qilaman? Suratini o'zini отдельно hisoblayman. Suratini o'zini qanday qilib отдельно hisoblayman? Mana bu 4 ni 5 minus 1 qilaman. Mana bu 5 ni 6 minus 1 qilaman. Mana bu 6 ni 7 minus 1 qilaman. И все. 5 minus 1 ni 4 faktorialga ko'paytirsam nima bo'ladi? 5 minus 1 ni 4 faktorialga ko'paytirsam nima bo'ladi? 5 ni 4 faktorialga ko'paytirsam javob faktorial minus 4 faktorial. Shunaqa bo'ladimi? 5 ni 4 faktorialga ko'paytirdim degani 1 dan 5 gacha ko'paytmayman. 5 faktorial bo'ladi degani. 6 ni 5 faktorialga ko'paytirsam 6 faktorial minus 5 faktorial plus 7
faktorial minus 6 faktorial. Mana bu 5 faktorial bilan mana 5 faktorial qisqarib ketadi. Mana bu 6 faktorial bilan bu 6 faktorial qisqarib ketadi. Javob nima qoldi? 7 faktorial minus 4 faktorial. Surati ham manda. 7 faktorial minus 4 faktorial. Mahraji ham 7 faktorial minus 4 faktorial. Natija 1 chiqadi. Ikkita usulni ham o'rganib qo'yinglar ustozlar. Ikkinchi usul qanaqa masalalarda yordam beradi, tushuntiraman. Ikkinchi usulni asosiy yordam beradigan joyi bor bizada. Mana bunaqa misollari hisoblashda yordam beradi. n ko'paygan n faktorialgacha kelsa, buni sizlar bemalol n plus 1 faktorial ayrilgan 1 qilib yozsanglar bo'ladi. Tushuntirib bera oldimmi? Men o'rgatgan usul bo'yicha. Mana bular maydaliysizlar. 2 minus 1, 3 minus 1, 4 minus 1 qilib maydaliysizlarda. Men o'rgatgan usulni ochib chiqsanglar, mana shu formula sizlarga kelib chiqadi. Bu masalada bermoqchi bo'lgan asosiy ideologiyani o'zlaringiz uchun saqlanib qo'yinglar. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi men sizlar bilan 3-masalasiga o'tsam bo'ladi. 3-masalaga o'xshash masalalar ustozlar, men endi 2022-yildan beri attestatsiya darsi o'tsam, 2022-yillarda trend bo'lgan bu masalalar. Bu 2022-yil attestatsiyani bazasida ham shunaqa savol bor edi. Aynan shunaqa savol bor edi. Shuning uchun olingan bu 3-masala. Ya'ni attestatsiyadan oldin shu masalalarni yechib chiqsanglar, ancha-muncha attestatsiyani tempiga tushib olasizlar, xudo xolasa. Qaranglar. Nima deyapti? A ko'paygan b teng a plus b taqsim 3 teng 1 bo'lsa, mana shu ko'paytmani qiymatini hisobla. Demak, men o'zim uchun zametka qilib qo'yaman. A ko'paygan b ning qiymati menda 1 ga teng ekan. A qo'shilgan b ning qiymati nechiga teng ekan? 3 ga teng ekan. O'zim uchun zametka qilib qo'ydim. Demak, mana berilgan ifoda menda nimaga kelib qoladi? A b ning joyiga 1 qo'ysam, 6 ayrilgan 2a ko'paygan 6 ayrilgan 2b. Ikkala qavsdan ham 2 ni qavsdan tashqariga olib chiqaman. 2 kere 3 minus a 2 kere 3 minus b. 3 minus a ni joyiga men nima qo'ysam bo'ladi ustozlar? Mana bu yerda a plus b ning qiymati 3 ga tengligi bor edi. A plus b ning qiymati 3 ga tengligi bor edi. 3 minus a ni joyiga men demak b ni qo'ysam bo'ladi, to'g'rimi? 3 minus b ni joyiga xuddi shunday a ni qo'ysam bo'ladi. Shunda 2 kere 2 4 ab. AB ni joyiga ham bemalol 1 qo'yasizlar, sirasi 4 chiqadi. O'zlaringizni qiynab o'tirmaysizlar bunaqa misollarda ustozlar. Sirasi nima berilgan, shu berilgan narsadan olib kelib joyiga qo'ysangizlar, javobini osongina topib olasizlar. Kimda savol bor? 4 chiqdi javob. Xo'p, bu yoqda demak Zoom'dagilar bor darsda men ko'ryapman. No, YouTube'dagilar sizlar sal aktivroq bo'linglar. Nimaga deganda, sizlar chunki mikrofonlaringiz qo'shib gapira olmaysizlar. Shuning uchun YouTube'da kommentda aktiv bo'linglar. Xo'p, 4-masala. A, B, C va D haqiqiy sonlar uchun a kvadrat teng 3 minus b 3 plus b, b kvadrat teng shu, c kvadrat teng shu. Bo'lsa a kvadrat plus d kvadratning qiymatini toping. Xo'p, bu yoqda ustozlar kvadratlar ayirmasiga kelyapti, to'g'rimi? Mana a kvadrat barobar 3 minus b ni 3 plus b ga ko'paytirsam 9 minus b kvadrat. B kvadrat barobar 16 minus c kvadrat. Va c kvadrat barobar nima? 25 minus d kvadrat. Tushuntirib bera oldimmi, ustozlar? Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Ana endi ustozlar bu yoqda agar mana bu narsani qiladigan bo'lsangizlar,
Plus qilib olib o'tsangizlar. A kvadrat plus B kvadratni qiymati nima chiqadi? 9. B kvadrat plus C kvadratni qiymati nima chiqadi? 16. Va C kvadrat plus D kvadratni qiymati nima chiqadi? 25 chiqadi. Shu yerda bizada A kvadrat bilan D kvadratning yig'indisini so'rayapti. Ya'ni A kvadrat mana bu tenglikda qatnashgan, D kvadrat mana bu tenglikda qatnashgan. Nima qilamiz? Mana bu ikkalasini qo'shib yuboramiz. 9 bilan 25 qo'shamiz. Nima hosil bo'ladi menda? A kvadrat plus B kvadrat plus C kvadrat plus D kvadrat. 9 ga 25 ni qo'shganim 34. Va menda B kvadrat plus C kvadratning nechiga tengligi bor? 16 ga tengligi bor. Bundan xulosa qiladigan bo'lsam, A kvadrat plus D kvadrat nimaga teng? 18 ga teng. Hoppa. To'g'ri javob C javob. Kimda 4-masala bo'yicha ustozlar savol yoki tushunmagan joyi bor? Marhamat. Savollaringizni bersangizlar bo'ladi. A kvadrat plus D kvadrat keldi-da. Ya'ni A kvadrat plus D kvadrat qarang, shu qatnashganni qo'shib nimadirlar qilish kerak-da. P4 ketdi. P5. P5 e'tibor beringlar P5 da. P5 da kimda nima ideya bor? A plus B teng 3, A B teng 2 shart berilgan bo'lsa, A minus 3 taqsim A plus 2 plus B plus 2 B minus 3 ifodaning qiymatini toping deb so'rayapti bizdan. Qanday qilib topsak bo'ladi ustozlar? Birinchi kelgan yo'l kasb umrimiz beryaptik. Kasr va maxraj bersangiz sal hisob kitob ko'payadi, to'g'rimi? Ha, ko'payayotganmi, lekin chiqdilar-yu, ko'payib ketdi lekin. Da, shunaqa. Keladi, fikringizni qo'shilaman. Endi men salgina kamaytirish Mana variantini o'rniga son qo'ysakchi beylik hosil bo'ladi. Assalomu alaykum. endi mana bitta zo'r usul, qaranglar ustozlar. A plus B Bosbek teng 3. 3 bilan 2 ni o'rniga 3 ni o'rniga A plus B ni, 2 ni o'rniga A ko'paytirgan B ni qo'yib yuborsak ham bo'laveradimi? Ben ikkini qo'yib Mana eng oson usuli 1 bilan 2 ni qo'yishda. 1 bilan 2 ni qo'ysam 3 bo'ladi, ko'paytirsam 2 bo'ladi. A ni joyiga 1 qo'yaman, B ni joyiga 2 qo'yaman. Bo'ldi. Masala hal. Shunaqa usullar ham bor ustozlar. O'zimizga jazo berishimiz shart emas. A ni joyiga 1 qo'ysam -2 taqsim 3 bo'ladi, qo'shilgan. B ni joyiga 2 qo'ysam nima? -1 taqsim 4 bo'ladimi? Umumiy maxraj 12 -8 -3 -11. Sirazi menda javob kelib chiqadi. Boshlari javob o'tirmishlar. Simmetrik-ku bu. Qaysini joyiga 1, qaysini joyiga 2 qo'yishlaringiz muhim emas. Tushunarli. ustoz bitta savol berib maylimi ustozlarga? Sizni ovozingiz qolganlarga past eshitilyaptimi yoki faqat mendamikan? Yo'q, Yaxshi yaxshi. eshitilyapti. Rahmat. Xo'p, 6. A taqsim B plus C 4 taqsim 5. A B plus AC 45. A plus B plus C ni qiymatini toping. Bu yoqda biza nima desak bo'ladi ustozlar? Mana buni 4x maxrajini 5x desak bo'ladi, to'g'rimi? Mendan nimani so'ragan? A plus B plus C ni so'ragan. Ya'ni A plus B plus C ni qiymati menda nima bo'ladi?
9x bo'lyaptimi? 9x bo'lyapti, to'g'ri. Endi mana bu yoqqa olib kelib qo'yamiz. A ni qausdan tashqariga olib chiqsam, B plus C teng 45. A ni joyiga 4x, B ni joyiga, B plus C ni joyiga 5x teng 45. X kvadrat topsak nima bo'ladi? 9 taqsim 4 bo'ladi. Qaranglar, A, B va C musbat haqiqiy sonlar deb aytgan shartida musbatligi berilgan. Musbatligi berilgani uchun men x ni ham musbat olishim kerak, to'g'rimi? X ni qiymati nima chiqadi? 3 taqsim 2 chiqadi. Joyiga olib kelib qo'yamiz. 1,5 bo'lsa 9x ni qiymati necha chiqadi? 13,5 bo'lam. Ha? D joy. D joy. Men sal boshqacharoq ishlagandimda, AB plus AC teng 45 dan A ni Aha. qarsini tashqariga chiqarib, B plus C ni topsangiz 45 taqsim A bo'ladi-ku. Mhm. Mahrajga qo'yib yuborsam A kvadrat taqsim 45 teng 4 taqsim 5 bo'ldi. A teng Zo'r. 6 ligiga chiqdi. Zo'r. B plus C keyin 45 taqsim 6 bo'lib qoldi-da. Zo'r. 7,5. Zo'r. Xo'p, zoomga kirsak bo'ladimi debdi-da. Zoomga kirsangiz bo'ladi, faqat zoomda bizda trollar ko'payib ketgan edi. Shuni hisobiga zoomga unchalik link bermayman. Hozir kommentda yozib qo'yaman. Zoom linkini mana shu link bilan kirsangizlar bo'ladi YouTube'dagilar. Sizni fikringiz ham zo'r. Keyingi 7-masala, mana bunaqa masalalar ham bor endi oramizda. Xo'p, nima? A haqiqiy soni uchun 1 plus A ni to'rtburchakka olib yozsak, 1 minus A formula bilan hisoblanadi. Agar x minus 1 to'rtburchakda bo'lgan paytda qiymati x bo'ladigan bo'lsa, to'rtburchak x ning qiymatini toping. Endi mana bu yoqda to'rtburchak ichida x minus 1 ni qaysi ko'rinishga keltirishim kerak? Men 1 plus A ga keltirishim kerakmi? Shuni hisobiga men to'rtburchak ichidagilar tenglashtiraman. X minus 1 ni tenglashtiraman 1 plus A ga va A ni topaman. A ni qiymati nima chiqarkan? X minus 2 chiqarkan. Bo'ldi. A ni joyiga men berilgan formulada A ni joyiga x minus 2 ni olib kelib qo'ysam. Nima bo'ladi? To'rtburchak x minus 1 bo'ladi teng 1 minus A degani endi men qanday topaman? 1 minus A ni joyiga men x minus 2 ni olib kelib qo'yganman. 3 minus x ekan. Va buni qiymatini masalan shartida mana x deb bergan. X topsak bo'ladimi? Nech chiqadi? 1,5. Bo'ldi. X topdim 1,5. Bu yoqdan nimani so'ragan? To'rtburchak ichida 2x degani 3. 3 bo'lishi uchun A ni joyiga 2 qo'yamiz. 1 minus 2. Javob minus 1. Minus 1 degani C javob. Endi bu funksiyani salgina soddaroq ko'rinishi, misol mayda sinf o'quvchilariga tushuntirish uchun bunaqa ishlar qilsa bo'ladi. Yuqori sinflar uchun funksiya sifatida qaraladi. Funksiya o'tiladi. Bu funksiyani sal soddaroq ko'rinish bersangiz. Endi to'rtburchak funksiya deganim endi bu hozir. To'rtburchakda funksiya qanaqadir funksiya. Ha. Hamda qabul qiling o'zingiz uchun. F 1 plus A teng 1 minus A formula bilan hisoblanadi. Agar sizda f x minus 1 qiymati x bo'ladigan bo'lsa, f 2x ni qiymatini topishingiz kerak xolos. Mana bunaqa savol. Agar funksiyaga o'giradigan bo'lsak, to'rtburchak funksiyani vazifasida kelyapti. Tushunarli bo'ldi. Ana endi sizlar bilan 7-masala ketdi. 8-masala. Endi men kecha tashladim ustozlar. Hisobini olib tashlagandim. Ya'ni o'rtada bir kun sizlarda vaqt bor edi, fikrlab, masalalar yechib ko'rishga. Mana 8 ni kim qanaqa ideya qildi? Ya'ni A va B natural sonlar uchun 2A plus B ko'paygan 3B minus 1 teng 24 ekanligi ma'lum bo'lsa,
3b plus 1 taqsim 2a minus 1ning qiymatini toping. Bunda buni 2a plus 1 90 deb 3b minus 1 3ga karrali sondan 1 ayirganimizni hisoblab son qo'yib qo'ygandik. Mhm. Zo'r. Xo'p, ideologiya mana shunaqa edi. Ya'ni 2a plus 1 90. 24 ni qanday yozsak bo'ladi? Ko'paytiruvchi, bitta ko'paytiruvchi topqilib. Yoki buni 1 yoki buni 24 qilish kerak. Yoki bo'lmasa buni 3, buni 8 qilish kerak. 1 qilgan paytim a ni qiymati necha chiqadi? 0 chiqadi. A ni qiymati 0 chiqadi. Shuning uchun bu variantni ola olmaymiz. Bo'ldi. 2a plus 1 ni qiymatini 3, 3b minus 1 ni qiymatini 8 deb olamiz. Bundan xulosa nima bizada? A teng 1, b teng 3. Hoppa, ketdi. A ni joyiga 1, b ni joyiga 3 qo'ysam, surat 10 bo'ladi, makhraj 1 bo'ladi. Javob 10 chiqadi. 10 degan javob sirazi tirsday javob belgilanadi. Tushunarli bo'ldi. Tushungan bo'lsangiz bitta plus. Davom etamiz. Xo'p, YouTube dan ko'rayotgan ustozlar, kimlardir YouTube kanali ularni qo'ymagan bo'lsa, hali tezroq YouTube kanaliga podpisatsiya tashlab qo'yinglar hozir. Hozir tashlang. Xatyabi shu tarafdan podpishka qilinglar deyman-da. Xo'p, 9-masala 1 minus 1 taqsim 2 ni kvadrati, 1 minus 1 taqsim 3 kvadrati, 1 minus va hokazo 1 taqsim 9 kvadrat. X taqsim 99 tenglikdan x ning son qiymatini toping. Endi bu masalani hamma yechdi. To'g'rimi? Bu masalani hamma yechdi. Ya'ni birinchi navbatda kvadratlar ayirmasi bo'lgani uchun minusliklarni bitta ko'paytma qilib hisoblayman. Endi men shundoq qilib o'rganganman-da. Xohlasangizlar birdaniga ko'paytirib yuborsangizlar ham bo'ladi. Men shunday qilib o'rganganman. Birdaniga ko'paytirib yuborish ham o'rgataman agar xohlasanglar. Nima bo'ladi? 1 taqsim 2, 2 taqsim 3, 3 taqsim 4 va hokazo nima? 8 taqsim 9. 2 lar ketdi, 3 lar ketdi, 4 lar ketdi. Mana buni suratida bitta son qoldimi, bu yoqda makhrajda bitta son qoladi. Javob 1 taqsim 9. Endi plyusliklar. 1 plus 1 taqsim 2, 1 plus 1 taqsim 3 va hokazo nima? 1 plus 1 taqsim 9. 3 taqsim 2, 4 taqsim 3, 5 taqsim 4 va hokazo nima? 10 taqsim 9. Mana 3 bilan 3 ketdi, 4 bilan 4 ketdi, 5 bilan ketdi. Makhrajda bitta son qoldimi, bu yoqda suratda bitta son qoladi. 10 taqsim 2 degani bizada 5. Ikkalasini bir-biriga ko'paytirib qo'ysam, javob 5 taqsim 9 chiqadi. Bu ham teng x taqsim savolda aytgan 99. X topsam javob necha chiqadi? 55 degan javob chiqadi. 55 degan javob D javob. Endi bu masaladan xudo xolisa muammo yo'q. Agar savol bo'lsa, bemalol bersangizlar bo'ladi. Savol bo'lmasa bitta plus. Ha, birdaniga ko'paytirish qanaqa bo'ladi ustozlar? Qaranglar, birdaniga ko'paytirish. 1 minus 1 taqsim 2 degani 1 taqsim 2 degani 1 plus 1 taqsim 2 degani 3 taqsim 2 degani. Bunisi 1 minus 1 taqsim 3 degani 2 taqsim 3 degani 1 ustiga qo'shsam 1 taqsim 3 nima? 4 taqsim 3. 1 minus 1 taqsim 4 degani 3 taqsim 4, 5 taqsim 4. Va hokazo 1 minus 1 taqsim 9 degani manda nima? 8 taqsim 9, 10 taqsim 9. Mana bu ikkitasi 0 bo'lib, 1 bo'lib ketadi ko'paytirsam. Bu ikkitasi ham 1 bo'lib ketadi, 1 bo'lib ketadi. Boshida bitta kasr qoldimi, oxirida ham bitta kasr qoladi. Buni sherigi bor, bundan oldakda. Boshida bitta edimi, oxirida ham bitta qoladi. Bo'ldi. 1 taqsim 2 ko'paygan 10 taqsim 9. Yozsangizlar bo'ladi, bemalol 5 taqsim 9. Birdaniga ko'paytirish metodi bu. Kimga qaysi usul qulay bo'lsa, shu usul bilan ishlaveringlar.
Muammo yo'q. Hop, bizada 9-chi masala ketdi. 9-chi masala ketdi. Ana endi 10. 10. X, Y va Z ikki xonali sonlar. Mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa deyapti, Z ning eng katta qiymati nimaga teng? Z ning eng katta qiymati nimaga teng? Xo'p, birinchi tenglikdan x plus y teng 3y bo'ladi. X ni topsam nima chiqar ekan? 2y chiqar ekan. Bundan y plus z teng 4z, y ni topsam 3z. Bo'ldi. Joyga bu yoqqa chiqarib olsam, y ni joyiga ham 3z ni 2 kara 3z, ham menda 6z. Masalan, shartida mana bu joy muhimda, ikki xonali sonlar degan joy muhim. Ikki xonali sonlar bo'lgani uchun menda z eng ko'p bilan nechini qabul qilib biladi ustozlar? X'im ham menda ikki xonali son bo'lishi kerak. Z ning eng katta qiymati 16 bo'ladi. 16 dan katta bo'la olmaydi. Hali eng katta eng kichik qiymatda davomida qiyin misollar bor. Bu boshlanishi ko'rgan bo'lsangizlar kerak menimcha. Eng katta eng kichik qiymat topishda menimcha krutoy masalalar bor edi. Xo'p, endi 11. A va B natural sonlar, A va B natural sonlar 5AB minus 2B kvadrat teng 17 bo'lsa A ning qiymatini toping. Buni qanday eshitdingizlar? Ben qavsdan tashqariga chiqarib, Mhm. 7ni bo'luvchilarga olib kelib. Rahmat. Rahmat. B ni qavsdan tashqariga olib chiqsak nima bo'ladi? 5A ayrilgan 2B bo'ladi. Teng 17. B natural son 100%. Shartida aytib qo'ygan. 17 ni qanday yozsam bo'ladi? Yoki buni 1, buni 17 qilib yozsam bo'ladi, yoki B ni 17, buni 1 qilib yozsam bo'ladi. Qanday ikkita sonni ko'paytirsam 17 bo'ladi degan savolga javob qidiryapman. Xo'p, savol B teng 1 bo'lib biladimi? B teng 1 bo'lgan paytda ikkinchi qavsim nima? 5A minus 2 teng 17 bo'ladi. Bu yoqda A natural son emas. B teng 17 bo'lsa-chi, 5A minus 2B degani 34 bo'ladi. Teng 1. Bu yoqdan A ni topsak bo'ladi. Necha chiqadi javobi? 7 degan javob chiqadi. 7 degan javob C javob. Ya'ni 17 ni qanday ikkita son ko'paytmas shaklida yozish mumkin? 1 bilan 17, 17 bilan 1. Boshqa variant yo'q. Tamam? Tushunarli bo'ldi. Ana endi sizlar bilan ustozlar 12-chi masalaga o'tamiz. 12-chi masalada nima deyapti? A va B turli natural sonlar, A ko'paygan B, A B C turli natural. A kara B 8, B plus C teng 4 bo'lsa A plus C yig'inining qiymatini toping. Xo'p, bu yoqda eng e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy qaysi joyi? Turli natural sonlar degan joy. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy. 8 ni qanday ko'paytma shaklida yozsak bo'ladi ustozlar? 8 ni 8 kere 1 qilsak bo'ladi. 4 kere 2 qilsak bo'ladi. 2 kere 4, 1 kere 8. Endi qaranglar, 8 kere 1 qilgan paytim B ni qiymati 1 bo'lsa, C ni qiymati necha bo'ladi? 3 bo'ladi. Hammasi turlicha bo'ldimi? Bo'ldi. Endi mana 4 kere 2 ni tekshiringlar-da. 4 kere 2 B ni qiymati 2 bo'lgan payt mana bu tenglikdan C ni ham qiymati necha bo'ladi? 2 bo'lib qoladimi? C ni ham qiymati 2 bo'lib qoladi. Shartida turli natural sonlar degan shart nima qiladi? Buzilib qoladi. Shuni hisobiga bu variantni ola olmaymiz. Mana pastdagi variantlarni nimaga ola olmaymiz? 2 kere 4, 1 kere 8 C natural son bo'lmay qoladi. B ga 4 olgan paytim C 0 bo'ladi, natural emas. B ga 8 olgan paytim C manfiy son bo'lib qoladi. Shartda natural degan. Shuning uchun faqat bitta shart qolyapti menda. Qaysi shart? A teng 8,
B teng 1, C teng nechi? 3. A plus C yig'indining qiymatini so'ragan. Nechi chiqadi javobi? 11 chiqadi. Bo'ldi. 11 degan javobi eslatib belgilisida D javobda bor. Kimda savol bor? 12 dan. Savol yo'q, a? On uch. 13. A, B, C musbat haqiqiy sonlar uchun A minus C teng 3. A plus B kara C teng 19. A, B plus C teng 37 ekanligi ma'lum. B nimaga teng? Demak, shartda nimani bergan? A minus C 3 ligi bor. A plus B C teng 19 ligi bor. Va A, B plus C ning nechiligi bor? 37 ligi bor. A minus C ning qiymati ham bor. Ma pastdagi tenglikdan buni ayirib yuborsam bo'ladimi? Xohlasangizlar bundoq qiling. Bundan buni ayring. Umuman farqi yo'q. Prosta 37 19 dan katta bo'lgani uchun 37 dan 19 ayirib. A B'dan B C'ni ayirsam nima bo'ladi? A B'dan B C'ni ayirsam B'ni olib chiqsam A minus C bo'ladi. Qo'shilgan C minus A teng 18. A minus C ni joyiga 3 qo'yaman. 3B C minus A ni joyiga nechi qo'yaman? Minus 3 qo'yaman. 18. B ni topaman, javob sirasi 7 lik kelib chiqadi. 7 degan javob bu bizada C javobda bor. Savol bo'lsa marhamat. Savol yo'q. Ana endi mana 14 krutoy masalada, 14 krutoy masala. A, B va C bir-biridan farqli natural sonlar. A, B va C bir-biridan farqli natural sonlar. 3 kara ildizda A plus ildizda B, 2 ildizda C. A plus B plus C yig'indining eng kichik qiymati nimaga teng? Savol. Kim qanday ishladi mana buni? 3 u tomonga bo'lib yuborib, C'ni o'rniga o'sha 3 ga karali ildiz chiqadigan sonda olib qo'yib ko'rdim men. Aha. O'sha holatda chiqadi. Ha, ideya zo'r. Ideya zo'r. Endi shuni realizatsiya qilamiz. Qarang. 3 ni aytganingizdek bu tarafga olib o'tamiz. Ildizda A qo'shilgan ildizda B barobar 2 ildizda C taqsim 3. Endi bu yoqda menda natural sonlar degani uchun ham ustozlar men xohlaymanmi, xohlamaymanmi ABClarga ildiz chiqadigan sonlar tanlashim kerak. Ildiz chiqadigan sonlar tanlamasam nima bo'lib qoladi? Tenglik bajarilmay qoladi. To'g'rimi? A plus B plus C yig'indining eng kichkina qiymatini top deyapti. Shuning uchun hammasiga maksimalni kichkinaroq son qo'yishim kerak. Demak, 2 ildizda C taqsim 3 bo'lganligi uchun ham nima qilaman? C ni joyiga nechi tanlayman ustozlar? 3 ga bo'linadigan qilib ildizini 9 tanlayman. C ni joyiga 9 tanlagan paytim ildizda A plus ildizda B nima chiqdi? 6. 2 kere 3 taqsim 3. 2. 2. Endi ildizda A plus ildizda B ni qiymati savol sizlarga 2 bo'lib biladimi? Yo'q. Turli bo'lgani uchun bo'lolmaydi. Turli bo'lganligi uchun bo'la olmaydi. Chunki A ham B ham bir bo'lib qolishi kerak, to'g'rimi? Shuning uchun bo'la olmaydi. Endi C ni joyiga 9 tanladim, bo'lmadimi? Endi nechi tanlayman? Kichkinaroq qilishim uchun. 36. 36 tanlaymiz. Yani ildizi 3 ga bo'linishi kerak. 36 dan ildiz chiqarsam oldi. Shunda ildizda A plus ildizda B nima bo'ladi? 4.
2 kere 6 taqsim 3 4 chiqadi. Bo'l. A'ni 1 Bir. tanlayman, B'ni 9 tanlayman. O'sha boshqa yechim yo'q-da. 2 2 tanlasam yana teng bo'lib qoladi A bilan B. Shuning uchun boshqa yechim yo'q 1 bilan 9 dan. Shunda A plus B plus C nechi bo'ladi? 46. 46 bo'ladi. Tushuntirib bera oldim. Endi menda yana bitta variant bor. Misol uchun, men ildizda C ni qiymatini qaranglar, tasavvur qilinglar. 3 ildizda 2 qilasizlar. 3 ildizda 2 qilasizlar. Mana bu qiymat ham balki kichik bo'lishi mumkin deb o'ylayapman-da. 3 ildizda 2 qilasizlar. Ildizda C ni qiymatini. Shunda 3 lar qisqarib ketsa, 2 ildizda 2 bo'lish kerakmi? 2 ildizda 2 bo'lish kerak. Bo'ldi. O'sha yana 2 ildizda 2 degani A bilan B teng bo'lish kerak degan. Bo'ldi. No, 46 eng kichkinasi. Tamom. Bu variantda oshib ketar ekan A plus B plus C 46 dan. Nima bunaqa variant aytmoqchi edimda, ildizda C ni misol 3 ildizda nechidir? Qisangizlar 2 qisqarib ketadi-da. Ildizda A plus ildizda B 2 ildizda X ga kelib qoladi. 2 ildizda X ga kelib qoladi. Yana ildizda A bilan ildizda B ikkalasi teng bo'lishiga kelib qolar ekan bu vaziyatda. Shu variant aytmoqchi edim. Aytib o'tirmadim. Tushungan bo'lsangizlar plus davom etamiz. Nima 14 dan boshlandi-da, minimum qiymat, maksimum qiymat, mana bu ifodani eng kichkina qiymati nima, eng katta qiymati nima? Shu asab buzadigan masalalar bu. Realni men o'zim tuzayotgan paytim ham endi baribir bu masalalar o'ylab, fikrlab ko'rib keyin yozaman-ku baribir. Yozayotgan payt fikrlaysizlar sizlar. Anchasi ham buzildi bu masalalar yozishda. X, Y, Z natural sonlar. X taqsim 5, 3 taqsim Y, Z 17 bo'lsa, X plus Y plus Z ning eng katta qiymati nimaga teng? Savol. Eng qizig'i bizada mana bu shart bor-da, X kichik Y kichik Z degan shart bor. X kichik Y kichik Z degan shart bor. Misol uchun, bu yoqda sizlar nima qila olmaysizlar, ustozlar? Y ga 1 ola olmaysizlar. Nimaga 1 ola olmaysizlar? Chunki Y ga 1 olsangizlar X ga qiymat bo'lmay qoladi. Endi savol. Shu yoqda natural deganmidi sharti? Natural desa katta ehtimol bilan menda kelmasa kerak. Keldimi sizlarda? Natural desa. Tak, X ga endi misol necha? Misol oldim, o'xshamadi. 1 oldim, o'xshamadi misol uchun. 2 olganimning foydasi bormi, yo'qmi? Bor. 2 Xga 2. 2 olsam besh X olaman. qiymati 1 bo'lib qoladi-ku. Mana qaranglar. Variant aytaman sizlarga. Ikkitasini qo'shgan paytlaringizda mana Z endi natural sonligi bor. Natural sonligi bor. Rahmat. O'zim aytaman bo'ldi nima Mana Z manda natural son, mana ikkalasini qo'shgan paytlaringiz soddalashib butun son bo'lish kerak. Mohiyat shu. Ikkalasini qo'shgan paytlaringiz soddalashib butun son bo'ladi. Nima qilaman? Iloj boricha kichkinaroq son olmoqchimanmi-da. Demak, Y ga 5 olishga majburman. Soddalashib butun bo'lishi uchun. Mana 5 oldim. X ga shunda necha olishga shart? 5 dan kichik bo'lgani uchun 2 olaman. Shunda mana shu ikkalasining yig'indisi necha bo'ladi menda? 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Z ning qiymati necha qoladi shunda? 16. 16. X plus Y plus Z necha bo'ladi? X plus Y plus Z necha bo'ladi? 23. 20. Lekin mendan bu yoqda eng kichkina qiymat emas, eng katta qiymat so'ralibdi. Eng qizig'i meni ham esimdan chiqib ketdi bu masala. Eng katta qiymat so'ralgan. 23 dan kattaroq qilish uchun yana bitta variant bormi? Qaranglar, 23 dan kattaroq qilmoqchi bo'lsak, qanaqa variant qilamiz? Ustozlar qaranglar, hop. Bu yoqni o'chiramiz, bu yoqni o'chiramiz.
Yga endi 10 olishim kerakda, to'g'rimi? Yga 10 Ha. ol. Yga 10 ol. X ga necha olaman shunda? 10 dan 3 bo'lsa. X ga son tanlab o'ylam bo'lmaymi? 10 dan 3 Tanlayman. bo'lsa tanlab bo'lmaydi. Tanlab bo'lmaydi, rahmat. No demak 10 olgani foydasi yo'q. 15 olsak bo'ladimi? X ga 15 olsak, Y ga. Ha. 5 ga bo'linadigan sonlar olyapman. Mahraj bilan 10 mahraj bo'lish. Shunda 5 dan 1 bo'ladimi buni javobi? 15 dan 3 degani 5 dan 1 bo'ladi. X ga necha olaman? 4. 4 olaman. Ikkovini qo'shsam 1, Z ni qiymati 16. Mana. Yana bitta variant keldi. Necha bo'ldi? 30, 35 35. bo'ldi. Tushuntirib bera oldim. Bo'l. Ha. Qaysini olamiz? Eng katta qiymat desa. 35. 35 olaman. Eng kichkina qiymat desa 23. 23 dan kichkina javob yo'q. 23 qanday olganimizni bildingizlar. Y ga 5 oldik. Hop, X ga 2 oldik. Z ga necha oldik? 5, 2, bu yog'i 16. 16 bo'ldimi? 24 bo'ladi. Bu yoqqa 5 olganimda, hop. Bu yoqqa 5 olgan paytim X ni qiymati 2 bo'ldi. 1 bo'lsa bu yoq 16. 5, 2, 16, ha, 23. To'g'ri. 23, 35. Eng kattasini tanlashlaringiz kerak sizlar. Eng kichkinasi desa 23. Y teng 1 bo'lsa-chi? Y teng 1 bo'lsa mana bu shart buziladi-da. X kichik, Y kichik, Z degan. Ya'ni 1 dan kichik bo'lgan natural son yo'q-ku. Shuni hisobiga bu shart buziladi. Ma har bitta sharti muhimda bu yoqda. Har bitta berayotgan sharti bizada nimadir sabab bilan berilgan. Aniq. Endi mana 16-masala. ABC natural sonlar uchun A katta, B katta, C va A plus B taqsim C ning qiymati 34 bo'lsa, A plus B plus C ning eng katta qiymati nimaga teng? Endi mana bu yoqda sal masalani ishkal joyi bor, ishkal. Qanaqa? Qanaqa? Bu yoqda sizlar son tanlaganlaringizni ustozlar foydasi yo'q. Nima dedingizlar? Son tanlab bu yoqda eng katta qiymat topishga qiynalasizlar. Birinchi idea men aytishim mumkin sizlarga, misol mana B taqsim C butun son, ya'ni B ni nima qilib yozsam bo'ladi? C ko'paytirilgan X qilib yozsam bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? A qo'shilgan X teng 34. A qo'shilgan X teng 34. Demak, men A ni topsam nima chiqadi javobi ustozlar? 34 ayrilgan X chiqadi. B ni qiymati bor, A ni qiymati bor. B ni ham qiymati bor, A ni ham qiymati bor. Masalan, shartda mana bu shartni ham berib qo'ygan, o'zim uchun zametga qilib qo'ying. A plus B plus C ni qiymati so'ralgan. A plus B plus C ni qiymati nima bo'ladi mana? A ni joyiga men qo'yaman 34 minus X. B ni joyiga qo'yaman C ko'paygan X. C ni o'zi. Tushuntirib bera oldimmi? C ni o'zi. Mana shuni eng katta qiymatini so'ragan. Bu eng katta qiymat bo'lishini men tushuntiraman, ustozlar, qarang. Buni eng katta qiymat bo'lishini men tushuntiraman. Bundoq qilib yozaman. Mana bu joy bilan bu joyni bitta gruppa qilsam, X ni olib chiqsam C minus 1 bo'ladi. To'g'rimi? C minus 1 bo'ladi. Men nima qilaman? Buni qachon eng katta bo'lishini men topib oling. Mana. Xo'p, X ni olib chiqdim. C minus 1 bo'ldi. Ko'paytuvchiga ajratish uchun mana bu C ni sherigi yo'q, men minus 1 qilaman-da, 34 bo'lish uchun plus 35 qilaman. Shunda menda javob nima bo'ladi? X plus 1 C minus 1 plus 35. Mana shuni maksimum qiymatini topishim kerak. Ya'ni buni maksimum qiymatini top degani menda nima, ustozlar? Buni maksimum qiymatini top degani X bilan C ni maksimalni kattaroq qil deganda, to'g'rimi? Nima dedingizlar? X bilan C ni maksimalni kattaroq qil degan. Bo'l, ketdik.
A katta beyligini ham yozib qo'y. A degan 34 minus x kattasi x dan. Yani x ni bu yoqqa olib o'tsam, x ko'paygan c plus 1 manda nima? Kichik 34 dan. Shu sharti ham bor. Shu sharti ham bor. Qachon eng katta qilib bilaman, ustozlar? C ga nechi tanlash kerak? Maksimum nechi tanlasa bo'ladi? C ga maksimum nechi tanlasa bo'ladi? 17 tanlab o'ylam savol. X ni qiymatini 1 qilsam, C ga iloji boricha kattaroq narsa tanlab bilaman. To'g'rimi? X ni qiymatini 1 qilsam, C ga iloji boricha kattaroq narsa tanlab bilaman. Bo'ldi. X ni qiymatini 1 qilaylik. X teng 1 bo'lgan vaziyat ko'raylik. X teng 1 bo'lgan vaziyatda nima bo'ladi? Manda x teng 1 bo'ldi. C plus 1 34 dan kichik, C ga maksimum 32 tanlab bilaman. C ga maksimum 32 tanlab. Shunda javob nima bo'ladi menda? X ga 1 qo'ysam 2 kara 32 dan 1 ketsa 31 qo'shilgan 35 bo'ladi. Nechi javobi? 62 97. Tushuntirib bera olaman. Bo'ldi. Ammo hozir C ni iloji boricha kattaroq qilib tanlayman desam, x ga 1 tanlash kerak. Shunda C ni maksimum qiymati 32 bo'ladi. X ga 1 tanlamaslik kerak, eng qizig'i ustozlar. Nimaga x ga 1 tanlay olmayman savol. Mana joyini o'chirib tashlaylik. Hech kim ko'rmasdan. X ga 1 tanlay olmasligim sababi ustozlar, x ga 1 tanlasam b bilan c teng bo'lib qoladi. Shuning uchun x ga 1 tanlay olmayman. X ni minimum qiymati 2. X ga 2 tanlagan paytim okey. X ga 2 tanlagan paytim c ni maksimum qiymati nima chiqadi? C plus 1 17 dan kichik, C ni maksimum qiymati 15 chiqadi. Hoppa. Joyiga olib kelib qo'ysangizlar bo'ladi. 3 kara 14 qo'shilgan 35. Ketdi. 42 77. Mana shundan agar kattaroq qiymat topib bersangizlar, no problem. X ga 1 qo'ygan paytimiz b plus b teng c bo'ladi. YouTube'dagilar yozgan ekan. Endi o'qibman. Jami nechta savol bor? Bugun 32 ta savol bor, umumiy hisobda 1000 ta masala bor. 1000 ta. Son qo'yib ishlayapmiz buni. Son qo'ygan paytlaringizda ham b taqsim c ni qiymatini 2 deb oldingizlar-da, to'g'rimi? Ha, shunaqa qil. Ani qiymat shunda 32 bo'ladi. B ga keyin sirazi son qo'yasizlar. 32 dan kichkina bo'lgan son 30 mi misol qo'yib yuborsa bo'ladi. 32, 30, 15 bo'ladi shunda. Chotki zo'r. Buni son qo'yib yechsangizlar ham bo'ladi, gilamli javob chiqsa hisob. Endi ba'zida shu olimpiadaga ketib qolaman-da, rozi bo'lasizlar. Men 17 x va y natural sonlar bo'lsa, mana shart bajarilsa x plus y ga qiymatini toping. Savollar hamma bo'limdan. Oxirigacha butun boshli 1000 ta masalan yechguncha butun boshli matematikani bir rez takrorlab olsak bo'ladi shaxsdagi. Bu masalani qanday eshitdingizlar ustozlar? Bu endi salgina sonlar nazariya bo'lib yotibdi. Endi bizada misol matematika kitoblarida mana bunaqa misollari sal osonlashtirib bergan deb o'ylayman. Bunaqa misollar. Matematika kitoblarimizda, test kitoblarida qaranglar. Y ko'paygan tak x plus 1 chap tarafi teng 6x plus 13. Demak, y ga topsam 6x qo'shilgan 13 taqsim nima bo'ladi? X plus 1 bo'ladi. Buni ham bundoq yozamiz. Matematika kitoblaridagidek. Demak, nima bo'lyapti? 7 bo'linadi x plus 1 ga. X plus 1 ni qiymatini hozir 1 qilsam x teng 0 bo'lib qoladi. Demak, xulosa x plus 1 teng 7. X teng 6,
Bundan x'ni joyiga 6 ni keltirib qo'ysam, y qiymati necha chiqadi? 7 chiqadi. X plus y teng 13. Bizada просто masalalarda mana bu ifoda deydi, natural son bo'ladigan x ni qiymatlarini toping deydi. Bizlar abituriyent kitoblarda boshqalarda mana shu ifoda natural son bo'ladigan x ning qiymatlarini toping deb so'raydi. Bu versiyasi o'quvchini fikrlatadi. Birinchi mana bu 6x plus 13 taqsim x plus 1 natural bo'ladiganini o'rgatib turib, misol uchun o'quvchiga ham. Keyin bu versiyani bersangizlar, o'quvchi ancha garang bo'lib qoladi. Lekin o'rgatish kerak deb o'ylayman bizda ham. Bunaqa narsani faqat bir xil ritmga tushirmasdan o'quvchilari o'zlaringiz ham. 17 tushunarli bo'ldimi, ustozlar? 17 tushunarli bo'ldi, ha? Okey, yaxshi, zo'r. 18. A va B natural sonlar uchun A ko'paygan B teng A ni kubi plus 2A plus 5 bo'lsa, B ning eng katta qiymati nimaga teng? Xo'p, savol, ustozlar. A bilan B natural son. Bu taraf A ga bo'linadi. Bu taraf A ga bo'linadi. Bu taraf A ga bo'linadi. Demak, majbur 5 ni ham A ga bo'linadi desam, hech kim qarshi emasmi? Ya'ni A ni qiymati yoki 1 bor yoki 5 bor. Hech kim qarshi emasmi? Qarshimi? Bo'ldi. A ni joyiga 1 qo'ygan paytim nima bo'ladi? A teng 1 bo'lgan payt. B barobar 1 2 5. Qo'shganim 8. A ni joyiga 5 qo'ygan paytim 5B barobar 125 qo'shilgan 10 qo'shilgan 5. 140 bo'lyapti. B ni qiymati necha chiqadi bu yoqda? 28 chiqadi. Eng katta qiymat so'ralgan B ni javob 28 chiqadi. Kimda savol bor? Kimda savol bor? Okey. Savol xudo xolisa yo'q. Endi 19. Lekin hozir men bundoq qarab chiqyapman, o'zim olgan misollarni ko'rib. Ancha men olimpiyskiy testlarga yechishlaringiz ham lekin ko'nikma shakllanadi bu savollarni yechib chiqsangizlar. Bu savollarni yechib chiqsangizlar olimpiyskiy misol yechish ko'nikmasi ham shakllanadi. Chunki ichida baribir fikrlatadigan yangi narsalar bor-da. O'zimiz chista o'zbekcha kitoblar emasda bu. 19. X va Y natural sonlar uchun 3x plus 5y teng 300 bo'lsa, y ning eng katta qiymati nimaga teng? Demak, 3x qo'shilgan 5y teng 300 ligi bor. Y ning eng katta qiymatini toping degan. X bilan y natural sonlar. Ustozlar, savol. Y eng katta bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? X nima bo'lishi kerak? X bo'lishi kerak. X maksimalniy darajada kichikroq son bo'lishi kerak, to'g'rimi? 5 qo'yamiz. X maksimalniy darajada kichikroq son bo'lishi kerak. Nimaga 5 qo'yamiz X deyapsizlar? qo'yamiz ya X. Chunki mana bu joy 5 ga bo'linadi. Bu joy 5 ga bo'linadi. Mana bu joy ham sizlarda 5 ga bo'linadi. Demak, majbur 3x imiz ham 5 ga bo'linishi kerak, to'g'rimi? Ha. 3x 5 ga bo'linadi degani 3 bo'linmagandan keyin majbur x bo'linadi. Demak, x ni joyiga minimum qiymat necha qo'yiladi? 5 qo'yiladi. X ni joyiga 5 qo'ygan paytim 15 qo'shilgan 5y teng 300. 5y ni topganimiz bizada 285. Y topsak javob 57. 57 degan javobni tirs belgilab qo'ysak bo'ladi, ustozlar. 19 ketdi.
19 ketdi. 19dan ham xudo xohlasa savol yo'q. Endi 20 a, b va x biror natural sonlar x teng 12 taqsim a teng 30 taqsim b bo'lsa a plus b plus x yig'indining eng kichik qiymati nimaga teng? Xo'p, demak, buni qaysi yo'l bilan yechgan yaxshi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Charchamayapsiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz sizga? Manda bitta g'oya bor edi. Aynan shu 20 masala uchun faqat u ko'proq bunaqaga bog'liq bo'lib qoladida, hosila mavzusiga ko'proq bog'liq bo'lib qoladi. Endi hosila, natural son degan joyi aka hosila ishlatish shart emas degani baribir. Naturalligi Ya'ni bor. men tushunarli, lekin shu bni ham xni ham shu aga bog'lab olsak demoqchi edimda. Bo'ladi. Men endi Keyin a ga bog'lamayman. xo'p, X ga bog'laylik. X Xga bog'laymiz. X 12 Ah. bilan 30 ga bo'linadigan son bo'ladi. X. 2 buni olsak ham 12 bilan 30dan. Ha. Demak, 12 ham Olti. 12 ham x ga bo'linadi, 30 ham x ga bo'linadi. Demak, 12 bilan olti. 30 e kubi nechi? 6 mi? 6. 6 ham x ga bo'linish kelib chiqadi. Demak, x ning qiymatlari nechi? Menda 1 2 3 6 bo'lishi mumkin. A plus B plus X yig'indi nimaga teng menda? A plus B plus X. A plus B degani menda 42 taqsim X qo'shilgan X. Mana shuni yig'indini eng kichkina qiymati. Minimum qiymat. Uni 1 ni qo'ygan paytim rasos chiqadi. Nima deydilar? 42 plus 1 bo'ladi. 43. X ni joyiga 1 qo'ygan. X ni joyiga 2 qo'ysam 21 qo'shilgan 2 bo'ladi. Bu yoqda ham rasos chiqdi-ku menimcha 21. 3 ni qo'ysam 14 qo'shuv 3 nechi? 17. 6 ni qo'ysam nechi bo'ladi? 7 qo'shilgan 6 13. Eng kichkina qiymatini so'ragan nechi chiqarkan? 13 chiqarkan. Agar eng katta qiymatini so'rasa 43. Eng kichkinasi so'ralsa 13. Natural son degan shart bormi o'zi? Natural son bo'li haqiqiy sonlardan kamroqda. Misol natural sonlar ham cheksiz, haqiqiy sonlar ham bizada cheksiz, lekin natural son bo'li haqiqiydan ko'ra kamroq. Natural son bo'li haqiqiydan ko'ra kamroq. Shuni hisobiga bemalol sizlar bu yo'l bilan ketsangizlar bo'ladi, ustozlar. 21. 21. A, B, C, D bir-biridan farqli natural sonlar bo'lsa, A kara B plus C kara D ni ham 38 ligi bo'lsa, A plus B plus C plus D yig'indining eng kichkina qiymati nimaga teng? Endi bu yoqda ham chist o'tirib variant ko'rish kerak. Bittasiga 1 olishga men majburman. Nima deysizlar? Birinchi xayolimga kelgan narsa 1 kara 2 plus 4 kara 9 bo'ldi. Nechi? 1 kara 2 4 kara 9. 38 mi? Qo'shgan paytim nechi chiqyapti? Qo'shgan paytim 16. 3 16. O'z javoblar ichida ham eng kichkinasi 16 ekan. Bu yoqda chista baribir o'tirib hisob kitob qilishimiz kerakda. Ideya tushunarli bo'ldi. Hozir 3 kara 12 qilsam oshib ketib qoladi-da, 1 kara 2 plus 3 kara 12 qilsam oshib ketib qoladi. Shuning uchun 1 kara 2 plus 4 kara 9 qildim. 16 dan kichkina javob yo'q, eng qizig'i. No, 21 endi bo'li fikrlatadigan masala. Shahlo opa, assalomu alaykum. Har kuni soat 2 da mana shu top 1000 ta masala uchun vaqt ajratamiz. Mana shu top 1000 ta masalani YouTube kanaliga ham bitta joylayman.
O'tgan yil mana geometriyani bitta joylagandim. Endi top mingta masalani joylaymiz xudo xohlasa. Ketdik. 22. A, B, C, A va B natural sonlar C 90 bo'lsin. A plus B teng C bo'lsa, A kara B ning qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymati nimaga teng? Oppa. Eng katta deyapti. Savol. A bilan B natural sonlar C 90 deyapti, to'g'rimi? C ni joyiga misol tasavvur qilinglar, A plus B teng nechi? 90. 9 olsam, A kara B ning maksimum qiymati nechi bo'ladi? 20 bo'ladimi? 20. 20. Nimaga? Chunki bir-biriga yaqin son tanlash kerak. 4 bilan 5. Endi C ni joyiga men 9 tanlagan paytimda qaysi birini javobi variantlardan 20 chiqadi savol. Bu yoqda 80 chiqadi, bu yoqda 81 chiqadi, bu yoqda 20 chiqadi, bu yoqda sal neto'roq son chiqadi. 77 taqsim 2 chiqadi. 20 degan javob faqatgina mana bunda chiqyapti C javobi. Bo'ldi, C'ni o'zini olib qo'yamiz. Ideologiyani tushuntirib bera oldimmi? Ya'ni C ni joyiga xohlagan son qo'ysangizlar farqi yo'q. Ya'ni C 90 bo'lganligi uchun mana bunaqa ideologiya. A plus B teng C bo'lishligi uchun bittasi sizlarda C plus 1 taqsim 2 bo'lish kerak. Bittasi bo'lsa C minus 1 taqsim 2 bo'lish kerak. Shunda ko'paytma eng katta bo'ladi. Tushuntirib bera oldimmi? Xo'p, ana endi 22 ketdi. 22 ketdi. 23. 23. Bu gapirayotgan Shulpan degan ustoz gapirayotgan. Xo'p, qaranglar. 23. 23. A bilan B natural sonlar A kvadrat plus B kvadrat teng 225. A ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisi nimaga teng? Kim ishladi, qanday ishladi, nima qilib ishladi? Shu 12 bilan 9 ni tanlab oling. 12 bilan 9. 21 chiqadi-da shunda, to'g'rimi? Ha? Xo'p, endi men bitta sonni o'zgartirib berib ko'rsam maylimi? Misol uchun bu yoqda 225 Pifagor uchligi. Okey, u bo'yicha muammo yo'q. No mayli. 225 Pifagor uchlik bo'lgani uchun 3 ga 4 ga 5 ga ideologiyani tushuntiraman ustozlar. Sonni kvadratini mana bunaqa masala kelsa endi sal ishkal bo'lib qoladi-da. Bitta ideya berib ketay endi. Bitta ideya berib ketay. Mayli, bu bermoqchi bo'lgan ideyani testda tashlayman. Xullas, sonni kvadratini 3 ga bo'lgan payt nechi qolishi mumkin? Nechi qolishi mumkin? Sonning kvadratini 3 ga bo'lgan paytim. 1 2 qoldiq. 0 qoldiq qolishi mumkin, 1 qoldiq qolishi mumkin, to'g'rimi? Ha. 0 yoki 1. 2 qoldiq qolmaydi hech qachon sonni kvadratini 3 ga bo'lganda. Okey. Xuddi shunday B kvadratni ham 3 ga bo'lgan paytim nechi qoldiqlar qoladi? 0 bilan 1 qoldiq qolishi mumkin. Endi ikkovini yig'indisi mana bu son 3 ga bo'linyapti. A kvadrat plus B kvadrat. Ikkovini yig'indisi qachon 3 ga bo'linadi? Qaysi vaziyatda 3 ga bo'linadi? Savol. Ikkalasi ham 3 ga bo'linsin. Ikkalasi ham 3 ga bo'linsa, bittasi bo'linib, bittasi bo'linmasa bo'lmaydi. Chunki bittasi bo'linsa 0 qoldiq, bo'linmadi degani 1 qoldiq. Ikkita qoldiq qo'shsam 1 qoldiq. Agar ikkovi ham 3 ga bo'linmasa 1 bo'ladi-da, qoldiq 2 bo'ladi. Demak, majburiy ikkalasi ham 3 ga bo'linishi kerak. Bo'ldi. A ni 3x, B ni 3y desangizlar. 3x, B ni 3y desangizlar. Da berilgan ifodaga olib kelib qo'ysangizlar, x kvadrat plus y kvadrat teng nechi chiqadi? 9 ga bo'lib yuborsam 25. 4 ni 3, 3 ni 4 da. Boshqa variant yo'q. X ni joyiga 4 qo'yganimda A ni qiymati 12 bo'ladi. 3 qo'yganimda A ni qiymati 9 bo'ladi. 12 plus 9. 12 plus 9 ni prosta men topib olish masala. Boshqa joydan xudo xolasa muammo bo'lmaydi menimcha. 23 tushunarli bo'ldi.
agar 225 ta boshqa son bo'lsa, misol uchun 4 ga bo'lingan son bo'lsa, 4 ga bo'linganligini chiqaramizmi? to'rtga 3 to'rtga o'rniga 4 bo'lgandek-da, yozamizmi? to'rtga bo'lingandek qoldiq ko'rish kerak. Hop, ana endi ustozlar qaranglar. 24. A katta, B katta, C va 1 taqsim A minus B qo'shilgan 1 taqsim B minus C teng 1 bo'lsa, A plus B plus C ni qiymatini toping. Eng kichkina qiymat. Bu yoqda asosiy ideologiya nima ustozlar? A katta, B katta, C degani ikkovini ham mahraji eng kichkina qiymati 1, to'g'rimi? Bu yoqdagi asosiy ideologiya A minus B teng 2, B minus C ham 2. Mana shu ideologiya. 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 ni qo'shsamgina javob 1 bo'ladi. Misol uchun 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 3 qo'shganim foydasi yo'q, yo bo'lmasa 1 taqsim 3 ga 1 taqsim 4 ni qo'shganim foydasi yo'q. Shuni hisobiga ikkalasini ham mahraji nima bo'lishi kerak? 2 2 bo'lishi kerak. Boshqa variant yo'q. Nima deydingizlar? Fikrima qo'shildingizlarmi? Ikkovini ham mahraji 2 2 bo'lishi kerak. Tamom. Bo'l A plus B plus C ni eng kichkina qiymati bo'lishi uchun men C ga kichkina son tanlashdan boshlayman. C ga eng kichkina son 1. Shunda B ni qiymati nechi bo'ladi? 3. A ni qiymati nechi bo'ladi? 5. Bo'ldi. Qo'shgan paytim javob nechi chiqadi? 9. Tamom. Kimda savol bor? Ikki xonali son ololmaymizmi? Qaysida? YouTube'dagilar savol yozayotgan payt mana bu nomerni ham qo'yib ketinglar, men shunga qarab tushunmagan joylaringizni tushuntirib beraman. 24 dan xudo xohlasa savol yo'q, ha? 25. 25. Ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Harakat qilsak sirasi tugatamiz. A va B natural sonlar uchun A kvadrat minus 4B kvadratdan 29 bo'lsa, B ning qiymati nimaga teng? Qanday qilamiz? Ko'paytirishga sarf olamiz chap taraf. Bo'ldi. Ko'paytiruvchi ajratib qiymat. Zakon zo'r. A kvadrat minus 4B kvadrat nima bo'ladi? A minus 2B A plus 2B 29. Ko'paytma 29. A bilan B natural son bo'lishi uchun majbur bu 1, bu 29 bo'lishga. Bunisi 29, bunisini 1 qilsangizlar foydasi yo'q, ustozlar. Bittasi manfiy son bo'lib qoladi. 29 ni 1 qilsangizlar. Bo'ldi, birinchisi 1, ikkinchisi 29 bo'lishi uchun B ni qiymatini qanday topaman? Buni ayirib olsam, B ni qiymatini so'ragan. Qo'shmayman, ayiraman. 4B teng 28 chiqadi. B ni qiymati nechi? 7. Bo'ldi. 7 degan javob belgilaymiz. A javob. Savol bo'lsa beraverasizlar. Savol yo'q, xudo xohlasa. 25 dan. 26. 26 ham o'sha uxladi. A va B natural sonlar 2AB plus 9 teng 15B. A ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar yig'indisini toping. Qaysi bo'yicha ketganimiz yaxshi? Beni chap tarafga o'tkazib, xalqdan O'qisak, rahmat. 9 barobar 15 minus 2A kara B bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ldimi? Bo'ldi. Qanaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin? Bunisi 1, bunisi 9 bo'lishi mumkin. Bunisi 3, bunisi ham 3 bo'lishi mumkin. Bunisi 9, bunisi 1 bo'lishi mumkin. Fikrma qo'shilasizlarmi? Boshqa variant yo'q. 15 minus 2A teng 9 bo'lgan payt A ni qiymati nechi chiqadi? 3 chiqadi.
15 minus 2a teng 3 bo'lgan paytda a'ni qiymati nechi chiqadi? Olti. 6 Olti. chiqadi. 1 bo'lgan paytda a'ni qiymati nechi? Yetti. Yetti. Yig'indisi so'ralgan 16. Hmm. Boshqa variant yo'q. To'g'ri javob bizada B javobi. Yigirma olti ketdimi? 26dan savol yo'q. 26dan xudo xohlasa savol yo'q. Ana endi sizlar bilan ustozlar 27. 27. X, Y va Z manfiy butun sonlar. Mana bu shart bajarilsa, Y ning qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymati nimaga teng? X, Y, Z bizada manfiy butun sonlar. Y ga eng katta qiymatini topishimiz kerak. Okey. Y eng katta bo'lishi uchun manfiy sonlarda nima bo'lishi kerak ustozlar bizada? Nolga yaqin bo'lishi kerak. 0 ga yaqin bo'lishi kerak, to'g'rimi? Mhm. Bo'ldi. Y nimaga eng katta qiymatini so'ragan? Mana bu yoqda ishorasi minus, shuning uchun. Nima qilaman? Minus bo'lgani uchun bu tarafga qo'shuv qilib o'tkazaman. Nima bo'ladi? 3x qo'shilgan 5z barobar 14 qo'shilgan y. Eng katta bo'lishi uchun x bilan z ga ham iloji boricha nima qilishim kerak? Eng katta sonlar tanlashim kerak. Va eng qizig'i menda x bilan z ham manfiy butun sonlar. Demak, eng katta qiymatlarni qo'yib chiqamiz. X ga nechi qo'yaman? Eng katta qiymat -1. Minus bir. Z ga ham nechi qo'yaman? Minus bir. -1. Teng 14 plus y. Javobi -8 chiqar ekan. Y ga qiymati nechi? -22. -22. To'g'ri javob B javob. Savol bo'lsa marhamat ustozlar. Yigirma sakkiz endi boya yechgan masalamizga o'xshash. Men 28 da endi ifoda qilib, balobattar qilib o'tirmayman. Ideologiyani aytinglar. A plus B taqsim C teng 28. A katta, B katta, C bo'lgani uchun nima qilamiz? B taqsim C ning qiymatini nechi deb olamiz? 2 da. 2. Shunda A ning qiymati nechi chiqadi menda? 26. 26. Demak, A menda B dan katta bo'lgani uchun B ga nechi tanlab bilaman? 24. 24. C ning qiymati shunda nechi chiqadi? 12. 12. Hammasini qo'shamiz. 50, 62. Eng qizig'i 62 dan katta javob yo'q bizada. Yana bir marta o'zlaringizga bo'lgan awareness beradi-da baribir. Eng katta qiymatini so'rasa va sizlar topgan joyda sizlar topgan sondan katta javob bo'lmasa awareness beradi baribir. Awareness beradi. Tak, 28 ketdi. Savollar bo'lsa beringlar. Tak, 22 dan savol qolib ketgan ekan. Ha, qo'shnilar akalar. 22 da C ni joyiga xohlasangiz 2 xonali son olsangiz ham farqi yo'q. 15 olsangiz ham yig'indisi 15 bo'lsa, ko'paytmasi eng katta bo'lishi uchun 7 kara 8 56 bo'lishi kerak. Nu C ni joyiga 15 qo'yib, qaysi birini javobi 56 chiqadi deb qidirasiz. 22 dan muammo yo'q. Nu baribir shu C javob chiqadi. Agar C ni juft son deganda eng katta qiymat nechi bo'ladi ustozlar? Mana 22 da. C ni juft son desa, A bilan B natural sonlar, C juft son, A plus B teng C, A kara B ni qabul qilish mumkin bo'lgan eng katta qiymat. 22 da. Aytinglar. Hozir opa nima chiqadi?
A bilan B'ni teng qilib olardim. Bo'ldi. Tamam. A bilan B teng qilsangiz C taqsim 2 C taqsim 2 bo'ladi. C juft sonki endi baribir. Shunda ko'paytmani maksimum qiymati C kvadrat taqsim 4 chiqadi. Tamam. Hı. 25 28 yechdikmi hozir biza? 29 ga 28 yechdik. 29. A bilan B natural sonlar 4A plus 7B teng 88 bo'lsa, A karra B ko'paytmani eng katta qiymati nechi? Endi bu yoqda masalaga bir qaraganda nima idea kelishi kerak bizlarga? Mana B sonini 4 ga bo'linishi kelib chiqishi kerak. Bitta qaraganda mana shu narsa kelishi kerak. Ketdik, yozamiz. B teng 4C deb yozaylik, mayli. B teng 4C. Shunda nima bo'ladi? 4A qo'shilgan 7B degani 28C barobar 88. 4 ga bo'lib yuborsam A qo'shilgan 7C barobar nechi? 22. Demak, A karra B degani menda o'zi nima? A karra B degani A ko'paygan 4C. Ya'ni shu ko'paytma eng katta bo'lishi uchun ATC ham menda iloj boricha eng katta bo'lishi kerak. O'sha ATC uchun variantlar bo'li kamroq. Nima dedingizlar? Ya'ni hozir men C ga 1 tanlagan paytim A ni qiymati 15 chiqadi. Ko'paytmasi 15. C ga 2 tanlagan paytim nechi bo'ladi? 14 bo'ladi. A ni qiymati 8. Ko'paytmasi 16. C ga 3 tanlagan paytim A ni qiymati 1 chiqadi, o'sha bu yoqda o'qiladi. Demak, A karra C ko'paytmani eng katta qiymat desa 16 ni olar ekanman. Nimani joyiga 16 ni olib kelib qo'ysam nechi? Javob 64 degan javob chiqadi. Kimda savol bor? To'g'ri javob D. Hoppa. 29 ketdi. 29 ketdi. 30. 30 lekin men eslayman 22-yil attestatsiyada kelganman shu savol. Mana shu savol 22 attestatsiyada kelgan. Xo'p, A bilan B turli butun sonlar. A minus shu, B minus shu. Bu yoqda endi attestatsiyada A, B ni qiymatini so'ragan, adashmasam. Bu yoqda A plus B yig'indining eng kichik qiymatini so'ragan. Nima qilamiz? Ustozlar? Men B ni bu tarafga o'tkazaman. Buni bu tarafga o'tkazaman. Farqi yo'q. Xohlasangiz lekkani ham bir tarafga o'tkazinglar. Nima farqi yo'q. A minus B barobar 12 taqsim B bu yoqqa qo'shib bo'lib o'tsa 12 taqsim B minus 12 taqsim A mana. Umumiy mahraj bersam, mahrajda AB suratda 12 karra A minus B bo'ladi. Men turli deb nimaga aytgan bilasizlarmi ustozlar? Turli deb aytganim sababi A minus B 0 ga teng emas degan. A minus B 0 ga teng emas. Ya'ni 0 ga teng bo'lmagan songa bo'lsang bo'ladi degan. Bundan xulosa nima kelib chiqdi shunda? AB 1 teng 12 12 ko'paytma. 12 bo'lsa AB ko'paytma 12. A plus B yig'indining eng kichik qiymati nimaga teng deyapti. A plus B yig'indining eng kichik qiymati bo'lishi uchun bittasiga minus 1, bittasiga minus 12 tanlashim kifoya. Ya'ni javob necha chiqadi? Minusda 13 chiqadi. Minusda 13 degan javob bizda A javobda bor ustozlar. 30-masaladan savol bo'lsa marhamat. 30dan savol bor. 30dan. Musbat manfiy qilmaymizmi? Ha? O'sha manfiy 10 bilan Ikkoni ham manfiy oldimda minus 1 minus 12 qilib. eng kichigi. 30 ketdi. 30 ketdi. Ana endi ustozlar bizada 31. 31.
A, B va C butun sonlar. 0 kichik a kichik b. A ni qiymati B ni qiymatidan kichkina ekan. Bo'lsa A plus B plus C yig'indining eng kichkina qiymatini toping. Bizda mana bu tenglik bor. A karra C kvadrat minus B teng 15 degan tenglik bor. A plus B plus C ni eng kichkina qiymatini topishimiz kerak. Endi savol ustozlar. A plus B plus C ni yig'indining eng kichkina qiymatini tanlashim uchun C ga nechi tanlashim kerak savol. Manfiy. C ga minus 1 tanlashim kerak, to'g'rimi? Hmm. Minus 1. Yokida bo'lmasa iloji boricha manfiy bo'lgan qanaqa kattaroq variant. Minus 1dir, minus 2dir. Vaziyatga qarab. Mana bu narsani yozib olaman lekin. A karra C kvadrat teng 15 plus B. 15 plus B. Okey. B ni qiymati A ni qiymatidan nima edi bizada ustozlar? Kattamidi? Katta. Hmm. Katta. Yozaman. Katta A'dan. Demak, C kvadrat menda nima kelib chiqdi ustozlar? 1 dan kattalik kelib chiqdi. A karra C kvadrat katta A'dan A'ga bo'lib yuborsam 2 ham musbat bo'lgan C kvadrat. Okey. C kvadratni joyiga nechi tanlaymiz? Aytinglar variant. 4. C kvadratni joyiga 4 tanlasam, qarang. C kvadratni joyiga 4 tanlasam 4A barobar 15 plus B bo'lyapti. B ga nechi tanlab bilaman? B ga hozir 5 tanlasam, 1 tanlasam A ni qiymati katta bo'lib qoladi. To'g'rimi? B ga 1 tanlasam A ni qiymati katta bo'lib qoladi. B ga 5 tanlasam A ni ham qiymati 5 bo'lib qoladi. Ikkovi teng bo'lib qoladi. Demak, B ga bu yoqda minimum variant B ga 9 tanlab, A ga nechi tanlash kerak shunda? 6 tanlash kerak. 9, 6. C kvadrat 4. Yig'imni minimum bo'lish uchun C ga minus 2 tanlayman. Qo'shgan paytim nechi? 13. 13 degan javob yo'q ustozlar, eng qizig'i. 13 degan javob yo'q degani bu undan-da kichikroq qilsak bo'ladi degani. Undan-da kichikroq qilish yo'lini o'rgataman, qaranglar. C kvadratdan 4 dan kichigini topdik-ku. C kvadratdan 9 bo'lgan vaziyat qaranglar-da. Nima bo'ladi? 9 ta A teng 15 qo'shilgan B. B ga minimum nechi tanlaymiz? 3. Shunda A ni qiymati nechi chiqadi? 2 chiqadi. C ga nechi tanlaymiz? Minus 3 tanlaymiz. Bo'ldi. A plus B plus C nechi chiqadi? 2. Va menda eng qizig'i javoblar ichida ham eng kichkina javob 2. Bo'ldimi? Kimda savol bor? Ana endi. Bizada eng oxirgi va eng bir dabdala sifatroq masala. A, B, C, D natural sonlar A kichik, B kichik, C kichik, D. A plus B plus C plus D 79 bo'lsa, B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymati nimaga teng? B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymati nimaga teng? Savol. B ning qabul qilishi mumkin bo'lgan eng katta qiymatini top degani menda nima degani? Bir-biriga juda yaqin qilishga harakat qilamiz. Ketma-ket kelgan savollar qilsakchi? Bir-biriga yaqin qilish kerak. B ning eng katta qiymatini top degani sizlar mana bunaqa tengsizlik qidirishlaringiz kerak. Aniga kichik son qo'yamiz. B kichik yoki teng x deb qidirishlaringiz kerak. Shunda B ning eng katta qiymati topiladi, to'g'rimi? Agar B katta yoki teng x deb qidirsangizlar, u holda B ning eng kichkina qiymati topiladi. Masalada ham aytadi-ku, misol A ning eng katta qiymatini top deydi, sizlar tengsizlik qilib yechib kelasizlar, A kichik 15 ga keladi, keyin sizlar 14 deb aytasizlar.
Bu yoqda ham xuddi shunaqa narsa qidirishlaringiz kerak. Endi ustozlar, seni eng kichkina qiymati nechi menda? Bni maksimum qilishim uchun s bilan dga kichikroq son qo'yishim kerakda. Seni eng kichkina qiymat nechi? X plus 1 mi? b plus 1. Ha, B plus 1. Dniki nima? b plus 2. 2. Bo'l. Qo'yaman. A qo'shilgan b c d. Yig'indi nima bo'ladi? 3B plus 3. 3b plus 3. Teng nechi? 79. Bo'ldi. A ga nechi tanlasam bo'ladi? 1 tanlasam bo'ladimi? Shunda 78 bo'ldi. bo'ladi, 3 ga bo'linadi. A ga 1 tanlayman. Shunda b ni qiymati necha chiqadi? 25 chiqadi. Mana 25 dan katta bo'lgan variant yo'q. Va eng qizig'i javoblarim ichida ham eng katta javob 25. Aytganimdek, bu narsa menga o'zimga bo'lgan ishonchni oshirib beradi. Nima qilganim tushunarli bo'ldi, ya'ni b eng katta bo'lishi uchun s bilan d ga maksimal darajada kichikroq son qo'yishim kerak. Ya'ni maksimal darajada kichikroq degani s ning eng kichkina qiymati nechi? B dan katta degani b plus 1 degani. D niki nechi? B plus 2. Shu variantni qo'ygan paytim javob kelib chiqadi menda. Menimcha tushunarli bo'ldi. Savol yo'q. Xo'p, 32 ta masalani ustozlar sizlar bilan ko'rib bo'ldik. Hop. Endi qolgan 40 taligini ham xuddi shunday qirqib PDF qilamanda gruppaga tashlab qo'yaman. Buni обязательно yechimini ko'rib o'rganinglar. Ertaga yana yoki 32 ta yoki 40 ta masala razbori bo'ladi. Har kuni bundan keyin soat 14:00 da dars o'tolmay qolayotgan kunim men aytaman, ustozlar, bugun top 1000 masalani yechimi bo'yicha dars bo'lmaydi deb oldindan aytib qo'yaman. Lekin shu planlaringizni shunga qarab tuzinglar. Soat 14:00 da mana shu 1000 ta masala bo'ladi. Savollar darajasini ko'ryapsizlar. Boshlanishdagi 32 tasi ham misol uchun juda oson masalalar emas. Fikrlatadigan, nimadir yangi narsa o'rgatadigan misolda. Shuning uchun darslarga maksimalni qatnashinglar, o'zlaringiz uchun foyda olasizlar. Ertaga attestatsiya kelgan paytda foydasini sezasizlar. Attestatsiya borgan paytlaringizda. Paka bugunga shu manda ustozlar, yangiliklar, kimdadir qanaqa fikr, taklif bo'lsa, gruppaga yozasizlar. O'qib, yana maslahat qilamiz.